o'zi Gvardiola juda xohlaydi o'z g'oyalarini, o'z messejlarini har bitta futbolchini ongiga singdirishni. Shu uchun u xohladiki, tezroq til o'rgansin, tezroq ma'ni tushunsin, nima xohlayotganimni tushunsin degan ma'noda buni talab qildi. Va himoyachi uchun ham bu juda ham muhimda. Misol, hujumchi va yarim himoyachilar o'rtasida ozgina distansiya bo'ladi. Ularning xatosi juda global oqibatlarga olib kelmaydi va instinkt nuqtai nazaridan o'ynasa bo'ladi-da hujumchilar bir-biri bilan. Himoyachilar o'rtasida unaqa emas. Ular albatta darvozabonni eshitish kerak. Darvozabon boshqaradi. Ular albatta bir-birini eshitish kerak. Bir-birini o'rnini to'ldirmaydigan bo'lsa, bir lahzalik xato golga olib kelishi mumkin-da. Shuning uchun xohladi Gvardiola tezroq tushunsin ma'ni deb. Lekin menimcha hozir mana bir oycha bo'ldimi? Abduqodir har holda futbol terminlarini va Cityda ko'p qo'llaniladigan iboralarni o'rgangan bo'lish kerak. Qolaversa, Husanov bu yerga ingliz tilini bilmagan holda kelgandi. Bu unga jamoada tezroq o'z o'rnini topishga qiyinchilik tug'dirmaganmi? Menimcha, u ancha tez moslashdi. Har holda shunday deb o'ylayman. Biz uni qo'llab-quvvatlayapmiz. U ko'proq narsa o'rganishda, ingliz tilini tezroq o'zlashtirishda davom etishi kerak. Bu juda muhim.